Dorilarni ichgan paytingizda boshingizda og'riq, boshingizda aylanish shunaqalar bo'lmadimi? Yo'q, oshqozonning og'ridi. Oshqozon zo'r. Ha. Yurishni ko'paytiring. Havo yaxshi bo'ldi. Yo'llar yaxshi bo'lganda ko'proq yuring. Siz bir kunda 25-30 minut piyoda yurishingiz kerak. Kundalik o'zidagi yurishlaringizdan boshqa yurishingiz kerak. Hozir mana boshingizdagi aylanish holatlari hozir nerpatologga bitta ko'rsatib olamiz. Qo'shimcha nimadir zarar bo'lsa, ularni ham dorisini qilib olamiz. Men dorilarni kamaytiraman. Hozir kelganingizga nisbatan holatingiz ancha yaxshi. Tuzukam ovqat yeb turing, qo'yog'i, mo'yog'i solingan ovqatlar yemay turing. Uydagi ovqatlar sizga bo'laveradi. Keyin birdaniga turib harakat qilishlar sizga mumkin emas. Uzoq vaqt o'tirdingiz, o'rningizdan turib yuradigan bo'lsangiz, ozgina qaddingizni tutib turing. Harakat qiladigan bo'lsangiz yoki chapga o'ngga qaraydigan bo'lsangiz, shoshilmay sekin burilib qarang. Engishib qiladigan ishlar bo'lmaydi sizga hali. Shu. Ashni ozgina ehtiyot qilib turasiz. Nimaiki, siz yoshingizda mana boshqa ketadigan tomirlarda qon aylanishda mana buzib qo'yadigan asosiy xolesterin yog'lar to'lib qoladi. Miyaga ketadigan tomirlar. Biz birdaniga harakat qiladigan bo'lsak, birdaniga boshda bosh miyada qonlanish yetishmovchilik belgilari kuzatiladi. Ungacha shovqin yoki harakatsiz o'tirsangiz ham birorta boshingizda og'riq yoki qulog'ingizda shovqin bo'lib turishi bo'ladi. Bu shu yengil belgilar.